O'g'limni bog'chadan kiygan kiyimini Babi mahsulotida mana yuvib ko'rdim. Lekin umuman kiyimlardagi dog'larni ketkazmadi. Kattalar va kichkinalarning kiyimida ham ishlatib ko'rdim. O'sha 3-4 marta umuman ketkazgani yo'q. Yog' dog'lari shundoq qolib ketaverdi. Olishga olib qo'ydim deb endi idishlarimga ishlatib ko'ray, hamma ishlatyapti-ku deb krujkalarimga, kapkirlarimga hammasiga ishlatib ko'rdim. Hattoki vilkamdagi ko'rinmaydigan chirklarni ham zo'r chiqarib berdi. Menda Babi mahsuloti faqat idishlarda zo'r ishladi. Chirklarini eritib, zo'r tozalab berdi, yengidek qilib qo'ydi. Lekin shu kungacha 4-5 marta ishlatib ko'rgan bo'lsam ham, kiyimdagi hech qaysi dog'larni, yog'i dog'larini hattoki ketkazgani yo'q. Hamma reklama qilganga men ham ishlatib ko'rdim va o'zimdagi rezultat bilan bo'lishmoqchi bo'ldim sizlar bilan. Menda idishlarda juda ham zo'r ishlab berdi Babi mahsuloti. Kiyimlarda umuman yaxshi ishlagan yo'q. Qaytangi kiyimlarimni sal qattiqroq qilib qo'ydi.